Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisda keltirganlar, bu xelbani iste'mol qilgan insonda ovqat hazm qilish tizimida hech qanday muammolar bo'lmaydi. Bu xelban tarkibida kalsiy, kaliy, magniy, selen, sink, hamma makro va mikro elementlar bo'lib, buni iste'mol qilganingizda ham organizmni to'yintirasiz, ham davolash kursini olib o'tasiz va ozishga musharraf bo'lasiz. Bittagina choy qoshiqcha olib, xelbani bir stakan suv quyasiz, ustidan qaynab turgan suvni va 1 minutga olovga qo'yasiz. Bitta qaynab chiqqandan keyin siz mana shu tayyorlangan rastvoringizni, ya'ni damlamangizni ertalab och qoringa iste'mol qilasiz. Iste'mol qilganingizdan keyin yarim soat o'tibgina nonushta qilishingiz mumkin. Har kuni ertalab mana shu xelbani damlamasini iste'mol qilib borar ekansiz, 1 oy davomida 10 kiloga vazn tashiysiz.